2026-yilda diyetologiyada shov-shuvli yil kashfiyoti e'lon qilindi va nihoyat butun dunyo diyetologlari tomonidan ovqatlanish piramidasiga o'zgartirish kiritildi. Avvalgi eski piramidada ovqatlanishning asosi uglevodlardan iborat edi. Ya'ni bular guruch, kartoshka, nonli mahsulotlar va yog'larni butunlay ratsiondan chiqarib tashlash buyurilgan. Bu piramidaga asoslanib ovqatlangandan keyin bu insulinni qondagi miqdori oshib ketishi, insulin rezistentlik, qandli diabetning rivojlanishi va semizlik epidemiyasi boshlandi. Shu yillar davomida butun dunyo olimlari ovqatlanish piramidasini qayta ko'rib chiqishdi va unga o'zgartirishlar kiritildi. Hozirgi yangi piramidada asos bo'lib sabzavotlar, ko'katlar, foydali yog'lar va oqsillarga ko'proq urg'u berilgan. Hozirgi yangi piramidaning maqsadi esa insulinni pasaytirish, to'qlik hissini oshirish, qandli diabet va semizlikni oldini olishga asoslangan.